Qizimga pomidordan gumma pishiramiz deb qizma pomidorni bersam, otib berdi. Qo'ysangiz opa, pomidordan ham gumma bo'ladimi deb. Yaxshi pishaversin ko'rasan deb boshladim. Piyoz, pomidor, chesnok solib qo'rib olamiz. Keyin ichine zelen bilan ajjavur solamiz. Ichonimiz ham tayyor. Endi xamirimizni boshlaymiz. Xamirimizni stakarib olamiz. Keyin shuni zivolachalatib, hammasini yupqa deb yoyib chiqamiz. Ovoz e'tibor beramiz, qizim shu malli ijod bilan band qo'shiq kuylab yotibdi. Gummamiz ichine shuni ijonlarni, pomidor ijonlarini solib bukib olamiz. Bu go'sht gumma deyim bo'ladi. Hamma gummalarimizni bukib oldik. Endi tovonimizni ozgina yog'lab olamiz. Buni qovurmaymiz, qatirib olamiz. Gummalarimizni qo'yib, ikki tarafini ham qizartirib pishirib olamiz. Pomidor gummamiz ham tayyor. Mazasiga esa gap bo'lishi mumkin emas. Sizlar ham tayyorlab ko'ringlar pomidor gumma. Zo'r bo'ladi. Bizlar esa yoqimli ishtaha.